Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, yana boshqa jamiyatni boshqarib turgan shaxslar, insonlar. Biz bugun o'sha o'zimiz sohamiz, mana ta'lim sohasida ancha yildan beri ish olib boramiz. Shu ta'lim sohasida o'zimizga topgan bilimlarimiz, fikrlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Qisqacha bir ma'noli podkast ko'rinishida ayrim yordamchi ustozlardan chiqdi bu g'oya, xursand bo'ldim. Mayli, vaqt ajratamiz dedik. Shuncha vaqtimiz kamligiga qaramasdan o'sha xalqimizga, ota-onalar, o'quvchilarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Shuning uchun o'sha ma'noli ko'rinishdagi podkastimizni boshlasak bo'ladi. Xursand bo'ldim, o'sha shogirdlar chiroyli savollar taklif qilgan ekan, g'oyalar o'zlaridan chiqdi. Mayli, birdan savollar qismiga o'tiraylik. Gap so'zi nima qilganimizdan foyda yo'q deb o'ylayman. To'g'risi, vaqtimiz ham cheklangan, chegaralangan. Assalomu alaykum. Demak, ustozimizga quyidagi savollar bilan murojaat qilamiz. Birinchi savolimiz: ustoz, hozirgi kunda o'quvchilar fanlardan, ya'ni milliy sertifikat olgani yaxshimi yoki davlat test imtihonida o'sha 5 ta fandan imtihonga kirib chiqqani yaxshimi? Juda o'rinli savol. Ko'pchilikda bor, keyin yana ko'pchilik asosan sertifikat qismiga qarab ketyapti. Shuning uchun bitta oydinlik kiritishimiz kerak. Milliy sertifikat mana bir necha yildan beri asosiy o'rinlarni egallab kelyapti. Hozir ham masalan ko'pchilik o'quv markazi yoki xususiy maktablarga e'tibor berayotgan bo'lsak, asosiy 70% ga yaqin o'quvchilari milliy sertifikatni olgan. O'zi DTM imtihonlariga kiradigan o'quvchi o'zi bor, yo'q 30% o'quvchi qolyapti. Ya'ni o'qishga topshiradigan bitiruvchilar yoki o'tgan yili imtihondan yiqilganlar, shularni nazarda tutib aytganda. Xo'p, demak, milliy sertifikat olgan yaxshimi yoki DTM imtihonlariga kirgan yaxshimi? Ayrim fanlarda DTM imtihoni osonroq. Masalan, bizning o'zimiz sohamiz biologiya sohasida milliy sertifikatdan ko'ra DTM imtihonlariga kirgan ancha osonroq. 30 dan topsa ham bo'ladi, 25 dan ortiq topsa ham bo'ladi. Lekin yana bir narsa, asosiy narsa aytib o'tmoqchiman. Qaysi fandan bo'lishidan qat'iy nazar, milliy sertifikat imtihoni 3 marta bo'ladi yoki chet tillarda undan ham ko'proq marta bo'ladi. Shuning uchun sertifikatni imtihongacha, bir yilda bir marta bo'ladigan imtihonni kutgandan ko'ra, milliy sertifikatni olib qo'yib, imtihongacha bo'lgan ballini naqd qilgan baribir maqsadga muvofiq. Lekin bizda har xil fors-major holatlar bo'lishi mumkin. Milliy sertifikatda ko'zlagan natijaga erisha olmaslik mumkin. Unda ham umidni uzmaslik kerak. Bemalol DTM imtihoniga kirib ham olsa bo'ladi. Lekin ximiya fanini maslahat bermasdim DTM imtihonida ishlash. Chunki ximiyaga milliy sertifikat emas, balki DTM imtihoniga kirib ishlayman deydigan bo'lsa, asosiy qismi, ya'ni 3 soat berilayotgan DTM imtihonidagi vaqtning asosiy qismi ximiyaga ketib qoladi va biologiya va majburiy fanlarga deyarli vaqt kam qoladi. Shuning uchun hamma fandan milliy sertifikat ishlatgan maqsadga muvofiqroq. Kimyodan milliy sertifikat ishlatgan maqsadga muvofiqroq. Agar milliy sertifikatingiz ko'zlagan natijangiz chiqmasa, biologiya, keyin majburiy matematikalardan imtihonda ham ishlasa bo'ladi. Lekin ona tildan milliy sertifikat olish ancha oson bo'lib qoldi. Keyin ximiyadan milliy sertifikat olish oson emas, lekin milliy sertifikati bo'lsa, nechtalik bo'lsa, o'shani ishlatishni maslahat beraman. Biologiyada agar sertifikatingiz C+ bo'lsa, uni ishlatmasdan DTM imtihonigacha mukammal tayyorlanib, asosiy vaqtingizni o'sha ajratib, DTM imtihoniga kirib ham bemalol 30 dan 30 ta ishlab chiqsangiz bo'ladi. Albatta bo'ladi, bo'lmaydi emas. Xo'p, birinchi savolga javob bergan bo'lsangiz, ikkinchi savolga o'tsak bo'ladi. Albatta. Xo'p, ikkinchi savolimiz quyidagicha: o'quvchilar o'zlashtirish sifatini oshirish uchun nimalar qilishlari kerak va buning uchun ustozlar ham nimalar qilishi lozim? Xo'p, asosiysi o'quvchilar o'zlashtirish ko'rsatkichini oshirish uchun eng birinchi navbatda ustozlari bergan vazifalarni to'liq, sidqidildan, astoydil bajarishi shart. Keyin ustozlar hozir hammasi mavzu tushuntirib beradigan holatga o'tgan. Avval biz ham shunday dars o'tganmiz. Avvallari
uyga vazifani berib olardik, mavzu tushuntirib o'tirmasdik, abituriyentlar o'zlarini o'zlashtirib kelardi, faqat tushunmagan joylarini aytib kelardi qisqacha. Yo'q, hozirgi kunda bunaqa o'qituvchilar qolmadi menimcha. Fan murakkablashyapti, fan to'xtab qolgani yo'q. Shuning uchun ham hozirgi kunda 100% hamma mavzu tushuntirib beradi. Mavzu tushuntirib berishda xayolni, diqqatni bir joyga jamlab, mavzularni o'z holatida ustoz qanday tushuntirsa, testlarga qanday tushishini aytadi albatta har bir ustozlar, o'shalarni yaxshilab yod olishi shart. Keyin ko'pchilik o'quvchilarda asosiy noto'g'ri g'oya bo'ladi. Men tushunmayapman degan narsa. Yo'q. Ayrim bilimlar birinchi yod olish orqali o'zlashtiriladi, keyin tushunishni boshlaydi. Men tushunmayapman deb fanni to'xtatganlar ham kim nechta yoki kim qancha. Shuning uchun ham hurmatli o'quvchilarga asosiy maslahatim, siz berilgan vazifani bajarishingiz uchun uni ko'proq o'qib yod olishingiz shart. Har qanday bilim birinchi bilish orqali, yodlash orqali olinadi, keyin tushunish orqali mustahkamlanadi. Keyinchalik sizda o'sha tosh qo'yilgan naqsh kabi o'sha ilm sizda qoladi. Keyin e'tibor berayotgan narsa ko'pchilik bolalarni yoki o'sha darsdan chalg'itadigan narsalar, shularga ko'p e'tibor beradi. O'rtoqlari bilan vaqt o'tkazishga, keyin oilasida har xil bayramlarga, tadbirlarga qatnashishga e'tibor beradi. Yo'q, abituriyent degan odam 1 yil, 2 yil, 3 yil tayyorlanayotgan bo'lsa, o'sha paytda tayyorlanayotgan vaqtida hamma bayramlardan, tadbirlardan, ko'ngilxushliklardan kechishi kerak. Hamma ta'limotlarda, hatto buddizmda ham aytilgan. Nimadir o'rganyapsizmi, siz boshqa o'rganishga xalaqit beradigan narsalardan voz kechishingiz shart. Voz kechmasangiz bo'lmaydi. Endi islom dinidagi u juda nima deydi? Bilim olish haqida juda ko'p narsalar aytilgan. Ular hammasida ham vaqtni behudaga sarflaydigan yoki boshqa odatlarni chek qo'yib, ilm olishga asosiy e'tiborni qaratsa, qisqa muddatda aytilgan maqsadga, yutuqlarga erishilishi haqida aniq aytib o'tilgan, albatta. Endi asosiysi shu. Asosiy aytayotgan savolingizga javoblar shunday bo'ladi, menimcha. Xo'p, ustoz, sizga 3-savolimiz, bu ham o'sha shogirdlaringizdan tushgan savol. O'quvchilarga ta'limda ota-onalarning roli qanday? Xo'p, juda o'rinli savol, Xudoga shukr, hozirgi kunda ota-onalar ham e'tiborsizlik juda kamaygan. Hamma hozir ta'limga e'tibor beryapti, xususiy maktablarga qo'yyapti yoki o'quv markazlariga qo'yyapti. Ota-ona roli juda beqiyos. Uni chek-chegarasini, hisob-kitobini qilib bo'lmaydi. Qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Faqat o'qituvchi nazorat qilgani bilan uyda yoki uning kvartirasida uni nazorat qila olmaydi o'qituvchi. Darsda nazorat qilar. Kun davomida agar o'zlashtirish past bo'lganlar olib qolsa, kun davomida uni nazorat qilar. Lekin kechasi uyda paytida yoki kvartirasida paytida yoki ko'chada paytida o'quvchini baribir nazorat qila olmaydi. Shuning uchun ota-onalar to'liq o'quvchilarni o'zlashtirish haqida har kunlik ma'lumotni ustozlar baribir tashlab boradi. Masalan, bizning kursimizda ham to'liq har kunlik ma'lumot tashlanadi. Uni test natijasi yoki biz ko'rib turgan yoki bizga kursga kelayotgan ota-onalar biladi, uni har kunlik o'zlashtirish bahosigacha realni tashlanadi. O'shanda shu natijalarni ko'rib, farzandi bilan deyarli har kuni, agar kvartira turib uzoqroqda bo'lsa, har kuni bog'lanish kerak. Yoki o'zini yonida bo'lsa ham har kuni chaqirish kerak. Bugun o'g'lim yo qizim, siz yaxshi baho olibsiz yoki sizni o'zlashtirsiz bugun yaxshi emas ekan. Testingiz nega bugun 24 ta o'tib qoldi? Nega 30 ta emas? Yoki nega bugun juda kam ishladingiz deb suhbatlashgan ma'qul. Hech bo'lmasa har kuni qisqacha yarim soat, 1 soat farzandiga vaqt ajratgan ota-ona kelajakda xursand bo'lgan bo'ladi. Chunki ota-onaga farzandga ota-ona qancha vaqt ajratsa, kelajakda farzand yutuqlarga albatta erishadi. 100%. Menga ota-onam bee'tibor emas ekan degan fikr undan albatta o'tadi.
Meni dadam har kuni o'qishini ko'rib boryapti, yo onam har kuni o'qishini ko'rib boryapti. Uni xafa qilmaslik uchun ham, uni asabiylashtirmaslik uchun ham men o'qishini o'zlashtirishim shart degan g'oya bo'ladi albatta abituriyentlar. Shuning uchun ota-onalar roli juda beqiyos. Juda beqiyos. Albatta ota-onalar men aytgandek har kuni farzandini nazorat qilib borishi shart. Bu hadislarda ham aytiladi. Bola balog'atga yetguncha ota-onani qaramog'ida. Ota-ona unga javobgar. Ertaga farzandi kelajagini ota-ona barbod qilib qo'yadigan bo'lsa yoki qiyin hayotga olib keladigan bo'lsa, ertaga javob berishi bor. Farzandi uchun albatta ota-ona javobgar bo'ladi. Bitta farzandni gulday yetishtirib, qiz bola bo'lsa uni boshqa oilaga chiroyli kuzatib olish yoki o'g'il bola bo'lsa uy joylik qilib, hammasini o'z o'rniga qo'yib o'qimishli qilish ota-onani burchi deb bilaman. O'shanda ertaga farzandlarni huzurini ko'radi hamma ota-ona. Iltimos qilib qolardik, hamma ota-onalar bee'tibor bo'lmasdan natijalarni ko'rib, barcha abituriyentlarni har kuni so'rab turishini, farzandini albatta so'rab turishi shart. Meni shaxsiy fikrim shunday. Javoblar uchun rahmat. Keyingi savolimiz ustoz. Xo'p, keyingi savolimiz bu 3 ta savolning mantiqiy davomi. Ya'ni o'quvchilar ilm olishda hozirda xalaqit berayotgan manbalar mavjud. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar, telefon bo'lishi mumkin. Ya'ni siz uchun bular muhimmi yoki muhim emasmi? Muhim bo'lsa, bulardan qanday xalos bo'lsak bo'ladi? Xo'p. Demak, hozirgi kunda bolalarni, o'quvchilarni asosiy vaqtini o'g'irlayotgan, ilm olishga xalaqit beradigan manbalar juda ko'p. Bu faqat ijtimoiy tarmoqlar yo telefon emas, endi asosiysi shular. Boshqa boya ham aytib o'tdim, o'sha oilaviy tadbirlar, abituriyent bo'lgan o'quvchini yoki o'sha ilm olayotgan o'quvchini uydagilar ham ha deb tadbirlarga, tog'ga yoki to'yga ha deb olib bormaslik kerak. Uni bor xayolda bor ilmlar ham chiqib ketishi mumkin. Shunday abituriyentlarni o'qitdi, ko'chada yursa ham ilmni takrorlab yuradi. O'qigan narsasini ichida takrorlab yuradi. Shu abituriyentlar qisqa muddatda natijaga erishgan, albatta o'zi ko'zlagan o'qishga kirgan. Endi telefon, ijtimoiy tarmoqlarga kelaylik. Telefon asosiy nima deydi, dushmani o'quvchining. Undan to'g'ri foydalanishni hali u bilmaydi-da, u yosh bo'lsa hali oq-qorani endi taniydigan yoshda. O'yin turli uchun yoki tanishlari bilan vaqt o'tkazish uchun telefondan yoki ijtimoiy tarmoqlardan foydalansa, ilm olishiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu aniq. Keyin ko'pchilik o'quvchilar yoki video o'yinlarga, har xil o'yinlar, hozir Play Marketga kirsa xohlagan million xildan ortiq o'yin bor. Statistika uchun aytaman, 7 mingdan ortiq o'yin bor Play Market o'zida. Asosiy o'ynalayotgan. Bundan tashqari hozir PUBG nimalar, ularda ham har xil o'yin o'ynayotgan bolalar bor. Asosiy vaqtini shunday sun'iy intellekt bilan darslarni qilishadi, masalalar rasmni tushirib ishlab tashlaydi. Keyin bu yerga keladi, ko'chada o'qituvchilar ham. Ammo qayerdan farqlaydi? Endi farqlab olsa bo'ladi, baribir bu yerdagi 30 ta 40 ta bolam bittalab ko'rib farqlab chiqaman deguncha bu darsni o'zi nihoyasiga yetib qoladi. 4 soatlik, 3,5 soatlik, 5 soatlik darslar. Shuning uchun ota-onalarga iltimosim, o'qiyotgan o'quvchilarga iltimosim. O'quvchilar telefondan voz keching. Sizni 1-2 yillik telefondan voz kechishingiz hech qanday sizni taqdiringizni o'zgartirib qo'ymaydi. Yoki tashqi olamdan ayroq qolib ketmaysiz hech qachon. Nima qildi? Internetsiz yashasa ham bo'ladi. Biz ham mana abituriyent bo'lganmiz, o'quvchi bo'lganmiz, o'sha paytlarda ham telefonimiz bo'lmagan deyarli. Oddiy telefon olib bergandim, u ham 1-kursligimda, 1-kurs. Endi shaharga kelgan paytda litseyda o'qiganmiz. O'sha paytda telefon olib berishgan edi, xabarlashib turish uchun. U telefon buzilib qolgandan keyin telefon oldirmadim, ular ham olib berishmadi. Telefonsiz mana o'qishga kirganmiz, Xudoga shukr. Shuning uchun siz ortiqcha narsa bo'lgan telefondan voz keching. Ota-onalarga ham maslahatim, o'g'lingiz yo qizingiz voz kechishni xohlamayotgan bo'lsa, majburlab olib qo'ying. Hozir sizni, bizni yomon ko'rishi mumkin. Ertaga rahmat aytadi. O, meni otam yo onam yo ustozim to'g'ri qilgan ekan. Telefonimni olib qo'yib.
Ming rahmat shularga. Mana shuning uchun natijaga erishgandirman. Telefonim bilan bo'lganimda bu natijaga erishmasdim. To'g'ri, ayrim abituriyentlar bor, telefon to'g'ri maqsadda qo'llaydi, to'g'ri maqsadda foydalanadi. Lekin o'sha darsda o'tirganda ham qanaqadir o'sha telefondan noto'g'ri maqsadda foydalanayotgan dugonasi yo o'rtog'i yozib qolsa, bilan ketdi keyin 20 minut, 30 minut, 40 minut vaqt shunga ketadi, shunga yozishga. Kimdir uyga vazifani so'raydi, yo uyga vazifani ishladingmi, tashavvur deydi. Shu ketdi, uni vaqti ketadi, salkam yarim soat, 40 minut, 1 soat. Shuning uchun ulardan voz kechgan yaxshi. Xabarlashish turish uchun to'g'ri qiz bolalar bo'lsa, baribir uydagilar xavotir oladi. Oddiy telefon berish kerak, faqat telefonda gaplashish uchun. Ijtimoiy tarmoqlarga ulanmagan oddiy telefon olib bersa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Keyin yoki uyda ham telefon beryapsizmi, telefonni tekshirib turishingiz shart. Buni ichi to'la o'yin ketgandir, to'la video o'yin yokida bir qanaqadir nimalarni yuklab olgandir, shularga ham e'tibor bo'lish kerak. Xullas e'tiborsizlik hozir yomon narsa. Shuning uchun baribir ota-onalarga, ustozlarga borib taqalayapti. Endi asosiy javobimiz shu. Yani gapirsak bu mavzuda juda gap ko'p. Juda gap ko'p. Agar ustoz keyingi savolga o'tamiz. Bugungi kunda ko'rib turibmizki, mamlakatimizda, jamiyatimizda ilmga bo'lgan talab oshib boryapti. Kundan kunga oshib boryapti, Xudoga shukr. Keyin bu jamiyatimizda ilm urfonni yanada oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak sizningcha? To'g'ri, so'nggi yillarda juda ilmga, bilim olishga talab oshdi. Shu bilan birga taklif ham oshdi, ko'paydi. Xususiy maktablar ochilyapti, o'quv markazlari uchun qancha subsidiyalar berilyapti. Mamlakatimiz sa'y-harakati yaxshi, juda yaxshi ishlar ketyapti. Hadeb davlatdan norozi bo'lib nolaversa, u odam ishi rivojlanmayotgan odam bo'ladi, to'g'risi. Chunki shuncha sharoit qilib beryapti. Xususiy maktab ochishga ruxsat bor, xohlagancha mablag' beryapti ajratishga. Endi asosiy yanada rivojlantirish, oshirish uchun shu ishlarni davom ettirish kerak, bundan kunga ko'paytirish kerak. Yana bolalarni ham qiziqtirish kerak ilmga. Ustozlari, ota-onasi uni qiziqtirish kerak. Sen o'qisang, mana qiyin yashayotgan odamlar, jamiyatimizda nima deydi? Har xil qatlamlarni, ishlarni osonlashtirishing mumkin. Yokida sen o'sha xalqimizga, davlatimizga shuncha foyda berishing mumkin deb bolalarni yanada qiziqtirgan yaxshi. Ilm olishda erta kechi yo'q. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odam ilm olsa, ilm o'rgansa, jamiyatimiz rivojlansa, rivojlanadi, hech qachon orqaga ketmaydi. Yanada rivojlantirish uchun o'sha biz ham sa'y-harakatlarni to'xtatmasdan, ustozlar ayniqsa juda nima deydi? Bolalarni qiziqtirish kerak. Nima deydi? Birinchi darsga kelgandan o'quvchilarni birdan fandan bezdirib tashlamaslik kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Boshida bir o'zlashtirib o'rganib olguncha unga to'g'ri muomalada bo'lishi shart. Qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar. Endi baribir birinchi o'sha fanlar kesimida bilimlarni o'rganish kerak. Undan keyin o'sha o'zini bitta sohasini tanlab olib, o'sha sohada ilmlarni chuqurroq o'rgansa yaxshi bo'ladi. Eng muhimi matematikani o'rganish kerak. Matematika hamma fanlarda ustuni. Hamma fanga matematikani yaxshi o'qiydiganlar, maktabda matematikani yaxshi o'zlashtiradiganlar hech qaysi fanda o'qishda qiynalmaydi. Chunki o'ylashi, fikrlashi, IQsi oshadi. Matematika zo'r bo'lsa, hech qaysi fanda albatta qiynalmasligi rost. Endi asosiy fikrlarimiz shu. Keyingi savolga o'tsak, bu ko'plab ota-onalarni ham qiynab keladi. Aynan sizni sohangiz, ya'ni tibbiyot sohasida o'quvchilarni o'sha necha yoshdan sizni sohangiz, ya'ni tibbiyot sohasiga tayyorlovga bersa bo'ladi? O'zi hamma fanlarda tayyorlov yoshi ancha qisqardi. Avval masalan maktabni bitirmas, tayyorlov boshlansa, hozir yo'q, unaqa emas. Hozir juda zo'r bo'ldi. 9-sinfdan kelayotganlar bo'lyapti. Menimcha 8-sinf, 7-sinfdan bemalol bolani tayyorlovga bersa bo'ladi. Chunki o'sha yoshda o'zlashtirish normal bo'ladi. Xususiy maktabga bersa, xususiy maktablar hozir o'sha ayrim fanlarga ixtisoslashgan maktablar bor. Xuddi bizniki o'xshab tibbiyotga ixtisoslashgan maktablar bor. Yokida boshqa fanlarga ixtisoslashgan o'zi qiziqqan sohasini berish kerak. Qiziqqan sohasini bilmasa, har xil maktablarga berib ko'rish kerak va qiziqqan sohasini topadi.
shu orqali o'qitib davom ettiruvchi kerak. O'sha tibbiyot sohasida masalan necha yoshdan berish kerak desa, 7-sinf, 8-sinfdan bemalol bersa bo'ladi. Bundan yosh bo'lsa ham agar fikrlashi yoki ilm olishi yaxshi bo'lsa, undan yosh paytda ham bersa bo'ladi. Yana tavsiyam, kichikroq yoshdan bersangiz, o'g'lingiz yoki qizingiz qiynalmasdan sertifikatlar oladi. Masalan, 7-sinfdan bersangiz, 2 yilda 9-sinfda oxiriga bitirmas, u albatta ikkita fandan milliy sertifikat ola oladi. O'zlashtirish yaxshi bo'lsa, hozir hamma ustozlar yaxshi dars beradi, yaxshi dars o'tadi. Bu bizning hududimizda Samarqandda ham, boshqa viloyatlarda ham. Juda o'zi ilmga talab oshgani beri ustozlar ham ko'paydi, ularning ham ilmi ancha oshib boryapti, to'g'risi. Endi asosiy yosh shu 7-8-sinfdan yoki 6-7-sinfdan bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qiynalmasdan sertifikatlar oladi. Masalan, 9 yosh sertifikat bo'lsa, sertifikat muddati 3 yil. Bitirguncha bemalol uni ishlatsa bo'ladi. Rahmat savollar uchun, javoblar uchun. Keyin siz uchun oxirgi savolimiz. Bugungi kunda ota-onalardagi yoki o'quvchilardagi turli-tuman bilimlarni egallash, o'sha bilimlarni egallashdagi noto'g'ri tushunchalar nimalar deb o'ylaysiz? Endi noto'g'ri tushunchalar asosiysi men eplolmayman degan tushuncha o'quvchilardan. Qiyin fan, men qo'limdan kelmaydi. Yoki ota-onalar ham, bu farzandim o'qimaydi, nima qilaman? O'qigan foydasi yo'q, uni armiyaga jo'nataman deb o'sha narsa juda noto'g'ri fikr. Farzandingizni kichikroq vaqtidan qiynalsa ham berish kerak, kursga yoki o'sha xususiy maktabga yoki o'sha o'zini sohasida bironta maktabga berish kerak. Albatta qo'shimcha darslar qo'yish shart. Chunki maktabdagi 40-45 minutlik darslar uni o'zlashtirish uchun yetmaydi. Aniq yetmaydi. 3-4 soatlab o'tiradi, masalan, maxsus xususiy maktablarda kurslarda. Shuning uchun xususiy maktabga, kursga berish maqsadga muvofiq, albatta. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, eng noto'g'ri tushunchalar, men shularni bilaman. Ota-onalarni farzandini eplolmaydi degan tushunchasi, keyin o'quvchilarni meni qo'limdan kelmaydi degan tushunchasi. Sen harakat qilib ko'rmading-ku hali. U seni qo'lingdan keladi. Inson qilgan ishni boshqa bir inson ham albatta qila oladi. Shuning uchun asosiy narsa, siz hech qachon yiqilganingiz sizni kelgusida bo'layotgan g'alabalar uchun yetaklovchi asosiy kuch bo'lsin. Bironta imtihondan past natija ko'rsatdingizmi, o'sha natijangiz sizni kelajakda yuqori natija olishingiz uchun turtki bo'lsin. Asosiysi mehnatdan to'xtamang. Endi noto'g'ri tushunchalarga yo'ymang, xayollarningizni chalg'itmang. O'qish va yana o'qish bo'lsa, albatta o'quvchilar istagan sohada o'z o'rnini topib ketadi. Rahmat, shunday tashkil qilib, shunday chiroyli savollar taqqanligingiz uchun xursand bo'ldim. Biz jamoamizda ham shunday podkastlar qilib tursak, kelajakda ham juda foydali bo'ladi. Demak, Bog'bon biologlar jamoasi uchun tayyorladik. Mana shu rahmat sizga, rahmat. Rahmat siz uchun ham, ota-onalar, o'quvchilar, kuzatuvchilar uchun ham ancha saviyali tavsiyalar bo'ldi deb hisoblayman. Rahmat ustoz siz uchun ham.